So'nggi daqiqalar, tabloda esa 1-1 hisobi va o'yin yakunlanishiga hakam qo'shib bergan 10 daqiqa turibdi. Birlashgan Arab Amirligi esa tinimsiz hujumlar qilmoqda, har xil ayyorliklar va qo'polliklar ishlatib barchamizning asabimizni buzishmoqda. Qo'shib berilgan 10 daqiqa esa hech ham tugay demayapti. Shu vaqt Hojiakbar Alijonov o'z uslubida o'ng qanotdan barchani oldinga chorlab tezlik oladi. Hamma futbolchilar charchagan, holdan toygan bo'lsa ham bor kuchi bilan oldinga tashlanishdi. Xayrulla Hamidov va Hasan Turdaliyevlar hozir hal qilish kerak yigitlarda bu hujumni biz bilan birga hayajon bilan kuzatishmoqda. Nihoyat Alijonov to'pni jarima maydoniga uzatdi. Xo'sh, bu hal qiluvchi golni kim urishini xohlaysiz? Afsus, adashdingiz. Eldor Shomurodov havodagi kurashda yengib xuddi Romada bo'lgani kabi boshi bilan yanada qulay vaziyatga uzatdi. Bu orada doim bo'sh hudud topib o'z imkoniyatini kutadigan, o'yin uslubi qaysidir ma'noda Genrixga o'xshab ketadigan Sergeyev paydo bo'lib, Birlashgan Arab Amirligi darvozasini teshib yuboradigan darajada zarba yo'llab batamom Birlashgan Arab Amirligini tarmor etadi. Gol! Xayrulla Hamidov va Hasan Turdaliyev ovozlari chiqmay qolguncha baqirib golni sharhlashmoqda. Shundan so'ng hakam qushtagini chalib o'yin tugaganini e'lon qiladi. Eldor Shomurodov, Oston O'runov va Otabek Shukurovlar bir-birini quchoqlab orzudagi yo'llanma qo'lga kiritilganidan quvonch ko'z yoshlarini to'kishmoqda. Sergeyev yerga yotib olgan. Bu goli bilan o'sha 2018-yildagi saralashdagi aybimni yuvdim degandek quvonch ko'z yoshlariga burkangan holda tabassum qilmoqda. Yoshlarimiz maydonda yugurib Temur Kabadzeni quchoqlashmoqda. Islom To'xtaxo'jayev maydon markazida qotib turibdi. Ko'zida yosh bilan yuqoriga qarar ekan, o'sha oltin avlodning so'nggi vakili sifatida bu yo'llanmani barcha muxlislarga taqdim etganidan tasavvur qilib bo'lmas darajada hayajonda, xursand. Birlashgan Arab Amirligi muxlislari naqadar alamda bo'lishsa ham o'rinlardan turib qarsak chalib biznikilarni olqishlashmoqda. 5-iyun Alloh nasib qilsa bizni mana shunday xursand qiladi. Buning uchun esa yigitlarimiz ham ruhan, ham jismonan, xullas barcha tomondan tayyor bo'lishlari zarur. 34 yillik qora an'anamizni buzish kerak. Sababi aynan mana shunday muhim pallada biz doim qoqilganmiz, pand yeganmiz. Bu safar nima qilib bo'lsa ham bunga yo'l qo'ymaslik zarurki, biz muxlislar ham barcha bosimlarni olib tashlab, futbolchilarni o'z holiga qo'yishimiz kerak. Siz aytayapsiz, Qatar bilan zaxiramizda o'yin bor, vohima qilmasangchi deb. Afsus do'stim, siz ham adashdingiz. 2005-yil Bahrayn bilan birinchi bahsda hamma shay holatda jangovar turishganida hakamni deb o'yin qayta o'tkazilgan va o'sha o'yinda o'yinimiz umuman chiqmagan edi. 2014-yilgi saralashda esa bitta gol bizni mundialdan olib qolgan edi. Natijada o'sha bosim bizni play-off bosqichida Iordaniyaga qarshi penaltilar seriyasidagi mag'lubiyatimiz bilan yakunlangan. 2018-yil bu saralashni Janubiy Koreya bilan 0-0 bahsimizni hamma yaxshi eslasa kerak, biroq biz 31-avgustda Xitoy bilan o'yinda katta ustunlik bilan o'ynagan o'yinimizda 84-daqiqada penaltidan o'tkazilgan gol tufayli bu o'yin yanada katta bosim yuklab, hammasi qo'rqinchli tushga aylanib ketgan edi. Bu bilan nima demoqchiman? Biz nima qilib bo'lsa ham Birlashgan Arab Amirligi bilan bo'lajak o'yinda g'alaba qilishimiz zarur. Aks holda yana o'sha ertak Toshkentda Qatar bilan takrorlanishi mumkin. Men har qachongidan ham yigitlarimizga ishonmoqdaman, lekin o'tmishdagi voqealar meni yaxshigina xavotir ko'chasiga yetaklamoqda. Shuning uchun ham nafaqat men, siz, terma jamoamiz ham bu o'yinga so'nggi tur, so'nggi o'yin sifatida qarab barchamiz birlashishimiz zarur. Eng avvalida yozganim kabi, mundialni asosiy raqib uyida nishonlab, butun O'zbekistonda salyutlar otilib, g'alabani nishonlab, butun dunyoga oq bo'rilar o'sha mundialga nihoyat yo'llanma olganini bildirish nasib qilsin, xuddi Parij kabi, faqat tartibli va dunyoga namunali bo'ladigan darajada albatta. Axir butun dunyo bizni eng ochiq ko'ngil va mehmondo'st xalq sifatida bilishadi. Albatta, arab diyorida bizni juda katta alamimiz qolib ketgan. O'sha yotib olishlar, vaqt cho'zishlar kabi yomon xotiralar hanuz ham bizni asab tolalarimizni chertib keladi, eslasak albatta. Bugun ham shu kabi harakatlarni sezib, bilib turibmiz. Masalan, eng avvalida mana shunday katta turnirda hal qiluvchi uchrashuvga 15 minglik stadionni tanlashgani bo'ldi. Ikkinchisi bizning muxlislarga atiga ikkita sektor ajratgani va qolgan sektorlarga qo'yilgan taqiq. Uchinchisi esa jurnalistlarimiz, muxlislarimiz terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun borishar ekan, chegarada sababsiz ushlab turilishi bo'ldi. Men bularni barchasiga kulib qo'ydimki, 5-iyun kuni yigitlarimiz bu harakatning barchasiga g'alaba qozonib, mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishini, minglab Birlashgan Arab Amirligi muxlislari qarshisida, futbolchilar qarshisida mundialga chiqqanimizni nishonlashsin. Mana shunda futbol yutadi, mana shunda o'zbek futboli yutadiki, nima qilsang ham, qancha qarshi chiqsang ham g'alaba qozonamiz deya.
ularga haqiqiy futbolni taqdim etamiz. Ana shunda balki ular ham bu kabi ishlarni yig'ishtirib chinakam futbol o'ynashni tanlashar. Bu haqiqatda yurtimiz futbol o'sganiga, ulg'ayganiga dalolat beradi. Bizni futbolchilarga chinakam futbolimiz muxlislariga ortiqcha motivatsiya kerak emas deb o'ylayman. Sababi orzular bir kun kelib amalga oshib haqiqatga aylanadi. Aylanganda ham haqiqiy ertak kabi haqiqatga aylanadi. Xuddi Leicester City yoki Crystal Palace kabi. Shunday ekan, buning barchasiga kulib qo'ying. Va 5-iyun 21:00 dan boshlab yurtimiz futbolidagi eng muhim uchrashuvni kuzatib boring. Axir har qanday orzu real hayotda ham ertak kabi amalga oshadi. PSG muxlislari ham bu kunlarni qancha kutmagan deysiz axir. Shunday ekan, olg'a O'zbekiston, olg'a yigitlar, biz mundialga yo'l olamiz.